Ey rahmatulloh, sal Allohdan qo'rqqin. Birovga tuhmat qilishdan Allohdan qo'rqqin. Qachon men sen bilan bir vaqt namoz haqida gaplashdim? Xohlasam bir vaqt o'qiyman, xohlasam 10 vaqt o'qiyman deb qachon senga aytdim? Birovdan eshitib olgan, birovni tuhmatini o'z og'zi bilan aytyapti deb aytishga uyalmaysanmi? Sen bilan u mavzuda gaplashmadik-ku, bir vaqt namoz haqida. Bir vaqt namoz bu senlarning lug'atingda bor. Meni lug'atimda bir vaqt namoz yo'q. Men aytganman, xohlasam 5 vaqt o'qiyman, xohlasam 10 vaqt namoz o'qiyman degan. Namoz o'qimayman demayapman-ku. Xohlasam 5 vaqt, xohlasam 10 vaqt. Sen ham 5 vaqt namoz o'qiysan, men ham 5 vaqt namoz o'qiyman. Nima afzalliging bor mendan? Nima muammo tug'diryapti bu gapim? Sal Allohdan qo'rqqin tuhmat qilishga. Birovga bir begunoh insonga tuhmat qilib uni kofirga chiqarishdan avval qo'rqqin. Mana endi o'zing kofirlikni o'zing zimmingga o'zing yuklading. Inshaalloh endi o'zing ketar paytingda kofir bo'lasan yo qiyomatda kofir deb do'zaxga uloqtirilasan inshaalloh. Meni kofir deganing uchun. Ey rahmatulloh. Sen o'zingcha meni kofirga chiqarib, meni yahud va nasorolarga tenglashtirib gapirding. Ey farosat, sen bilan biz bitta masjidda 5 vaqt namoz o'qigan odamlarmiz. Senlar meni kofir degan kunlaring ham senlar bilan yonma-yon masjidda juma namozini, ba'zan peshinni birga o'qidik, ba'zan bomdod, ba'zan xufton. Qachon imkoniyatim bo'lsa, jamoatga chiqib namoz o'qirdim men masjidda. Shu holimda namoz o'qimayapti bu, namoz o'qimayapti bu bola deb tuhmat qilyapsan. Shuncha guvohlar bor meni namoz o'qiganimni, masjidda jamoat namozlarida, juma namozlarida ishtirok etganimni hamma biladi-yu. O'zing ham juma namozidan chiqqanimizdan keyin Farhodbek bir gaplashib olaylik deb gapirgansan, u qanaqa bir kazzobsan, qanaqa bir xunasasan sen, o'zgaruvchisan, qanaqa bir munofiqsan sen. Namoz o'qimayapti deb tuhmat qilishga Allohdan qo'rqqin. Sen bilan bitta masjidda namoz o'qiymiz biz. Shunchalik ham ochiqchasiga tuhmat qiladigan tuhmatchi bo'lib ketdingmi senlar? Allohdan qo'rqishgin.